Assalomu alaykum. Barcha bizni kuzatib turganlarga xudo xolasa universal rabbilkalarimiz. To'g'ri kelayotuvchi mamuriyatdan misal motkalik, aliman motkalik, tishlar mahaviylik. 24 talik tishli bo'ladi. Orqalarida to'kilchadigan avtomat zashitasi, kurchokli varianti so'raganlar kurchoklik, g'ildirayli so'raganlarga g'ildirayligi bor. Gayka bo'ldik so'raganlar gayka bo'ldik. Alyumin mutkaligimizning narxi 2.800.000 so'mdan boshlanadi. Misal mutkaliklarimiz 3.5 million so'mgacha. Kimga mana shunaqangi universal rabbilkalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, pastga telefon nomeri yozib qoldiramiz. Tishlari xuddi mana shunaqangi bo'ladi. Mahaviylari bunaqa bo'ladi. Tayyor holati bunaqangi bo'ladi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida. Bu yoqda esa tayyor bo'layotgan rabbilkalarimiz. Bular xuddi shunaqangi kurchoklik, g'ildiraylik so'raganga g'ildiraylik. Materiallarimiz 0708 tenga turba bo'ladi. Pichoqlari sinib ketsa ham, mabodo ichiga temir tushib ketsa ham, tosh tushib ketsa ham xavfsizlik darajasi o'ylangan. Hozirgi kunda tishlar ikki xil variantda bo'lyapti. Bunaqangi lislik 1 cm bo'ladi qalinligi. Lisliklarimizda tishlari 24 ta, mahaylilarimizda 20 tadan. Tepasi to'rt burchakli varianti, ustida yumaloq pushkalik variantlari. Bunisini og'zi ozgina kattaroq bo'ladi. O'tga solgan, yantoq chiqargan, juda zo'r bo'ladi. Kimda qanaqangi fikrlar bo'lsa, kommentariyga o'z fikrlarini yozib qoldirsinlar, javob berishga harakat qilamiz. Hammasi shunaqangi qanastinkalik turbaga bo'ladi, xudo xolasa. Videoda qanday ko'rinsa, xonadoningizga xuddi mana shunaqangi bo'lib yetib boradi, xudo xolasa. Orqalari ko'proq hozirgi kunda kurchoklik bo'lib chiqyapti. Gayka bo'ldik so'raganlarga gayka bo'ldik.